Shu kunlarda Surxondaryoda Boysun bahori xalqaro folklor festivali bo'lib o'tmoqda. Ayni jarayonlardan hamkasbim Farhod Samadov jonli efir orqali xabar berishga shay turibdi. Marhamat Farhod, efirdasiz. Rahmat studiya, assalomu alaykum. Haqiqatan ham Surxon elida bo'lib o'tayotgan Boysun bahori xalqaro festivali ko'plab yurtdoshlarimizni qiziqishiga sabab bo'lyapti. Hozir mutasaddilar xabar berishdi. Bir kunda 70 mingdan ortiq ishtirokchilar Boysun bahori xalqaro folklor festivalida ishtirok etish uchun kelishyapti. Rostda oxirgi marta qachon mana shunday bir hamma mazza qilib ishtirok etayotgan, barcha zavq bilan, shavq bilan qatnashishga oshiqayotgan bayramni ko'rgan ekanman deb tursam, bu 2024-yilda o'tgan Boysun bahori xalqaro festivali ekan. Haqiqatan ham bu bayramning, bu festivalning nufuzi yildan-yilga ortib boryapti. Bugun 3-kun ko'rib turibsiz, aholi vakillari gavjumlik bilan unda faol ishtirok etishyapti va 3-kun kundaligidan joy egallagan 10 dan ortiq tadbirlar bugun bo'lib o'tdi. 35 ta havo sharlarining yuqoriga ko'tarilganligi ham bu juda ham bir zavqli jarayon bo'ldi. Qolaversa, vazn toifalarida kurash maydoniga tushgan polvonlarimiz natijasi e'lon qilindi va biz bu haqda yana reportajlarimiz orqali xabar beramiz. Asosiysi, prezident sovrini avtomobilni egasi topildi. Surxondaryoliklar, Surxondaryoda bugun mehmon bo'lib turgan polvonlarning chiqishlari albatta juda ham bir zavqli. Endi esa bugungi tadbirda biz nafaqat vohaliklarni, balki qo'shni davlatdan kelib bu yerda ishtirok etayotgan mehmonlarni, yurtdoshlarimizni uchratishimiz mumkin. Ana shunday mehmonlarimizdan biri Shahnoza Ikromova. Shahnoza opa, marhamat. Shahnoza opa bu tadbirda birinchi marotaba ishtirok etayotganliklarini bildiryaptilar, lekin kayfiyatlari zo'r. Shahnoza opa, kayfiyatlar qanaqa? A'lo darajada. Nechinchi marta ishtirok etyapsiz? Birinchi marta ishtirok etyapman, lekin juda ham boshqacha bir taassurot qoldirdi bu bayram menga. Nimalar yoqyapti sizga? Bu yerdagi, bilasizmi, avvalambor bu yerning tabiat, havosi, bulutlar. Toshkentda bu qadar bulut ko'rmaganman. Bu yerga kelib o'zim juda ham tasavvur qilgan darajadagi zo'r muhitni ko'rdim va juda ham xursandman bugungi kunim uchun. Albatta. Demak, shahar shovqinidan biroz bo'lsa-da tog'lar bag'riga chorlab kelgan, milliylikni tarannum etgan ushbu festival yorqin nimalari bilan xotirangizda qoladigan bo'ldi? Milliyligi bilan, milliylik madaniyatini ko'ryapman bu yerda. Ayollarimizni o'sha oldingi qolgan o'zlaridagi milliy iboh hayoliklari bilan shunday tasavvur qilgandim, tasavvurimga ega bo'ldim. Juda ham chiroyli atmosfera. Albatta, rahmat. Keyingi yillarda ham bo'ladiganda kutib qolamiz. Albatta kelaman, albatta. Hammani taklif qilaman. Rahmat, salomat bo'ling. Demak, Toshkent shahridan keldingiz. Albatta. Mana uzoq yo'l bosib ushbu tadbirda faol ishtirok etish uchun yurtdoshlarimiz kelishyapti. Bugungi festivallarda folklor jamoalari ham chiqish qilishadi. Yangi asarlar bu yerda ijro etilyapti. Bir tomonda Surxondaryoning Ahu jaqalasi bo'lsa, bir tomonda Buxoro mavrigisi, Samarqand qo'shiqlari, har bir hududning o'ziga xos milliy marosim qo'shiqlarini, folklor ijro namunalarini eshitishimiz mumkin va bizda keyingi suhbatdoshimiz Jo'rabek Ochildiyev, ular ijodkor va bugungi jarayonlar ularni umuman olganda taassurotini yanada boyitib boryapti, menga ilhom beryapti deydi galdagi suhbatdoshimiz. Jo'rabekka ilhom berayotgan rostmi endi? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli san'at shinavandalari. Mana Boysun bahorini 3 kun bo'ldi chiroyli tarzda mana kuzatib turibmiz, tashrif buyurdik oila a'zolarimiz bilan. Qarang, bir shunday kayfiyat, shunday bir tinch diyorda mana shunday joylar yarashadi. Butun dunyo bo'yicha xuddi odamlar tashrif buyurgan. Bu mana shunday tashrifimizda boyishi o'zimizni, o'zbegimizni milliylik an'analarimiz yo'qolmasin. Mana shu Boysun bahorga tashrif buyurgan barcha insonlarni muborakbod etamiz. Chin yurakdan, chin qalbdan. Endi sir bo'lmasa aytingchi, tadbirlarda qatnashib, endi necha yoshga yoshardingiz? Bu tadbirlarni ko'rib bir ancha yil yosharganday bo'ldim. Chunki bu san'at insonda bir qalbidan chiqadigan narsa. Hamma vohalardan tashrif buyurgan san'atkorlarni, chet mamlakatdan kelgan turistlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Nihoyatda. Rahmat. Demak, yangi ijod namuna yaralishiga ilhom beryapti. Xudo nasib inshaalloh aytganingizni. Rahmat. Haqiqatan ham o'zingiz ko'rib, guvohi bo'lib turibsiz. Atrofimizda allaqachon yurtdoshlarimiz egallab olishdi. Ular mikrofon tutishimizni xohlashadi, ular ham fikrlarini aytishni istashadi va biz bu jarayonlarni taqdim etishdan umuman to'xtamaymiz va sizga yana yorqin lahzalarni e'tiboringizga havola etib boraveramiz. Surxondaryoda 3-kun mana shunday katta hayajon bilan, asosiysi aholi gavjumlik bilan qatnashayotgan tarzda davom etyapti. Bizdan hozircha shular. Rahmat studiya.
Rahmat Farhod. Festival haqiqatan juda chiroyli o'tayotganiga biz ham guvoh bo'ldik. Hurmatli tomoshabinlar, axborot 24 dan o'rin olgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Hozir esa menimcha ko'rsatuvi efirga uzatiladi. Bizdan yiroq.